Tun ipak yo'lining cheksiz kengligida hech bir sayohatchi his qilmagan darajada sovuq edi va shamol yo'ldan uzoqlashishga jur'at etganlarning suyaklariga kirib borayotgandek tuyulardi. Shunga qaramay, to'satdan chol bo'roni paytida karavoni tarqalib ketgan charchagan savdogar Ahmad qorong'ulikdan qumga sanchilgan arvoh kabi ko'tarilayotgan yolg'iz mehmonxonaga duch keldi. Uning devorlari yorilib, eskirgan, derazalari faqat soyani aks ettirardi. U kichirlagan eshikni itarganida, chirigan va eski tutatqilarning o'tkir hidi uni orab oldi. Deyarli odamning qo'li bilan tomog'ini ushladi va u orqaga chekinmasdan oldin, asosiy zalning burchagida chiroq yonib, xonaga kasallikka o'xshash kehribar nur sochdi. Mehmonlar bir luqma ichida g'oyib bo'lgandek, tegilmagan taomlar bilan bezatilgan stollarni ko'rsatdi va havo yurak urishi kabi past va qat'iyatli taranglik bilan guvilladi. Uning xayolida titragan dastlabki dahshatga qaramay, uni yaqinlashtirishga undadi. To'satdan uning orqasida qadamlarning zaif aksadosi boshlandi. Yumshoq, ammo qasddan, har bir yurak urishi bilan yaqinlashib borardi. Lekin u aylanganda atrofda hech kim yo'q edi, faqat uzun, jimgina yo'lak zulmatga cho'zilgan edi. Devorlari uning har bir harakatini kuzatib borayotgan sayohatchilarning portretlari bilan bezatilgan edi va dahlizda sovuq shamol pichirlab eshitilardi. Unda dastlab u ularni tasavvur qilgandek his qilgan ovozlar, hech qachon bilmagan ismlari va hatto o'ziga ham tan olmagan qo'rquvlari haqida pichirlashlar eshitilardi. Keyin chiroqlar yana miltilladi va xonaning narigi chekkasida turgan, nihoyatda uzun va ozgin mezbonni ko'rsatdi. Uning yuzi tirikdek siljigan soya bilan yashiringan edi va mezbon lablarini qimirlatmasdan to'g'ridan-to'g'ri Ahmadning xayoliga keldi. Jozibali va tahdidli ovoz, iliqlik, xavfsizlik va tunash uchun to'shak va'da qildi. Lekin ovqatlangandan so'ng u abadiy mehmonxonaga tegishli bo'lishini ogohlantirdi. Shunga qaramay, ochlik uni kemirardi va tashqaridagi bo'ron uni oldinga undayotganday tuyuldi. Shuning uchun u stolda o'tirdi. U yerda buklanib turgan taom likopchasi xuddi havodan sehrlangandek xushbo'y va mast qiluvchi ko'rinardi. U birinchi luqmani tatib ko'rishi bilan ko'kragiga kuchli og'riq urildi va pichirlashlar qichqiriqlarga aylandi. 60dagi sayohatchilarning yig'layotgan, yolvorgan va nola qilayotgan ovozlari, ular qanday qilib boshpana izlab kelganliklari va hech qachon ketmaganliklari, tanalari devorlar tomonidan ezilganligi, ruhlari mehmonxonaning la'natlangan xotirasida qamalib qolganliklari haqida hikoya qilishdi va xona cho'zilib, qiyshayib borar ekan, stollar galati shakllarga cho'zilar ekan, shift tirik hayvonning sandigi kabi ko'tarilib tushib, devorlardagi portretlar hayotning galati parodiyalariga aylanib, ko'zlari qonab, og'izlari jimgina qichqirar ekan. Ammo u o'rnidan turolmadi. Qo'llari stolga yopishgan edi. Go'yo mehmonxonaning asl mohiyati uning qalbini egallab olgandek, uni vaqtdan ham qadimgi tilda, fikrni chetlab otib, to'g'ridan-to'g'ri uning qalbiga joylashadigan tilda dahshatlar litaniyasini tinglashga majbur qilgandek. Ongida har bir xatosini, har bir pushaymonini, ko'mib qo'ygan har bir qo'rquvini hikoya qilib, derazalar tashqarisida bo'ron avj oldi. Lekin oynadan u yillar oldin sahroda cheksiz kezib yurgan sayohatchilarni, abadiy umidsizlikka botgan yuzlarni, tinchlikni bilmaydigan bosh ko'zlar bilan mehmonxonaga qarab harakatlanayotganini ko'rdi va Ahmad tobora dahshat bilan mehmonxona nafaqat tanalar, balki xotira va iroda bilan ham oziqlanishini, o'zining sehrli illyuziyasini qo'llab-quvvatlash uchun mavjudlik parchalarini iste'mol qilishini, har bir tashrif buyuruvchining ochligini kuchaytirishini, har birining qichqirigi la'natlangan ziyofati uchun ziravor bo'lishini angladi va tun qorong'ulashgan sari u orqasida boshqa mavjudotlar, bo'ynida sovuq nafaslarni, muzdek barmoqlarini silab turishini sezdi. Qo'llari, soyalari polda sirgalib, hayvonlar va odamlarning qiyofasini hosil qilib, hammasi tikilib, kutib, ogohlantirib turardi. Lekin u gapira olmasdi, qichqira olmasdi, hatto yig'lay ham olmasdi. Chunki og'zini ochgan zahotiyoq mezbon uning yonida paydo bo'ldi. Stol ustida ko'tarilgan, yuzi endi tiniq, ko'zlari qora boshliqlarga botib, lablari yorilib, ismini pichirlardi va yillar o'tib, xuddi shu stulda o'tirgan boshqa bir sayohatchining ruhini yutib yuborayotgani, ruhi esa devorlarda maqsadsiz kezib yurgani, portretlar ichida qamalib qolgani, hech kim eshitmaydigan ogohlantirishlarni pichirlayotgani haqida to'satdan bir tasavvur paydo bo'ldi va Ahmad orqaga itarishga, uni bog'lab turgan ko'rinmas zanjirlarga qarshi turishga harakat qildi. Ammo qochish haqidagi har bir fikr zalning har bir burchagini to'ldirgan, hamma joyda mavjud bo'lgan zulmat tomonidan yutib yuborildi va chiroqlar deyarli sonib borar ekan. Xona qiyshayib, ovqatni cheksiz chuqurga to'kib yubordi va adashgan sayohatchilarning faryodlari quloq pardalarini sindirib, ruhini larzaga keltiradigan kar qiluvchi guvillashga aylandi va keyin sukunat cho'kdi, bog'uvchi va mutlaq chiqib ketdi.
Ahmad vaqtning ma'nosi bo'lmagan boshliqda qotib qolgan edi. Mehmonxonaning ozi uning atrofida nafas olar, tirik va och edi. Asrlar davomida tuzoqqa tushib qolgan ruhlarning ogirligi ostida uning ongi parchalana boshlagan bir paytda mezbon hech bir sayohatchining oz xohishi bilan ketmasligi haqida so'nggi va'dasini pichirladi va devorlar ogiz kabi yopilib, uni butunlay yutib yubordi. Oxirgi tuygu sovuq quchoq edi. U mehmonxonaning bir qismiga aylanganda, uning qichqiriqlari la'natlanganlarning xoriga qo'shilib, abadiy ipak yoli mehmonxonasining arvohiga duch keladigan charchagan sayohatchiga xizmat qildi. Quyoshni boshqa hech qachon ko'rmadi, erkin yurmadi, tun hech qachon tugamaydigan va dahshat hech qachon to'xtamaydigan joyda abadiy qamalib qoldi.